Homiladorlik davrida nega ayollar ishib ketadi? Buning 3 ta sababi bor. Birinchi sababi surunkali buyrak kasalliklarining qo'zishi. Ya'ni buyrakda shamollashlar bo'ladi, tanadan suv haydalishida attok kamaygani hisobiga dimlanishlar kuzatiladi. Kam harakatlilikdan ham bo'lishi mumkin. Bu o'sha shish boshlanadi oyoqda, yuzlarda. Oyoqdagi shish ko'pincha qon aylanishi, limfa dimlanish bilan bog'liq bo'lsa, yuzdagi shishlar buyrak bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi, bola kattalashgani sari qorin bo'shlig'ida ko'proq joyni egallashi boshlaydi va buyraklarni o'z o'rnida, demak, tepaga siqib qo'yishi boshlaydi. Buni ham yechimi bor. Ayolga har kuni 5-6 mahal dezertatsiya holatida bo'lishda, mushuk holati deymiz yoki o'sha holatda yurish tavsiya qilinadi yoki turish prosesda qorin oldinga osilgan paytida buyraklarda qon aylanishida tiklanib olish uchun. Yana uchinchi sababi esa bu fiziologik holat deb ham qaraladi, lekin bu ham kam harakatlilikda kuchayib ketishi mumkin. Qaysiki normada progesteron gormoni hisobiga ayol qonida progesteron ko'payib, silliq mushaklarning harakatini pasaytiradi, tonusni pasaytiradi. Shuning hisobiga dimlanish kuzatiladi. Ich qotishlar, siydikni kam chiqishi, siydikni ko'p tanada qolib ketishlari bu demak fiziologik holat ham kuzatiladi va shishlarga olib kelishi mumkin. Lekin o'ta shishib ketish bu normal holat emas. Albatta, ginekologga tekshirtirilib, kerak bo'lsa o'sha saqlanganiga yotib lecheniyalar olib chiqishni tavsiya qilaman.